Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari va kuzatuvchilar. Bugungi sizlarga qilayotgan murojaatimga sababchi bo'lgan bir qadrli opajonimiz, hozirgi kunda o'z oilasida yaxshi onaxonlik mehridan so'rayotgan inson Zokirova Gulnora Salahiddinovaning nomlariga. Bu opamiz bugun o'z oilasi davrida o'zlarini shukrona kunlarini nishonlamoqda. Shu fursatdan foydalanib, men ham shu opajonimizga uzoq umr, baxt, saodat, tinchlik, totuvlik, oilasida hamisha fayz barokat arimasligini Yaratgandan so'rab qolaman. Opajon, umringiz uzoq, hayotingiz mazmunli bo'lsin. Akamiz Fazliddin aka bilan farzandlaringiz Ozodaxon, Javlon, Abror, halolaxonlarni baxtiga sog'-omon bo'ling. Nabiralarimiz sevimli, suyukli buvijoni bo'lib yuring. Yana bir bor tabriklab qolaman. Ushbu tabriklash sahifamizni asosiy mehmoni bugun qahramonim sizsiz opajon. Siz salomat bo'ling.